Qani bismillah deb o'ng qo'lim chap qo'lim deb somsa qilishni boshladim. To'g'ri bu videoni oyim ko'rsalar hayron qoladi, chunki men qizligimda umuman somsa pishirgan odam emasman. Albatta somsa qilishni qaynonam o'rgatganlar. O'shaning uchun hozir kadrlarni tez-tez qilib piyozlarni shunday shaqillatib to'g'rab oldim. Uni ketidan kartoshkani to'g'rashni boshladim. Orada yig'lab oldim. Nima yig'ladingiz deb savol berishingiz mumkin. Albatta somsa qilayotganda, piyoz to'g'rayotganda yig'lab olish shart, chunki boshqa payt yig'lashi iloji yo'q, ayniqsa ikkita bola bilan. Somsaga bunaqa kartoshka to'g'ralmaydi deyishlar mumkin, lekin men shunaqa to'g'rayman. Kimlar uchun mayda to'g'rash, bu kimdirlar uchun yirik to'g'rash, lekin men uchun o'rtancha to'g'rash. Shunaqa qilib qiymasini ham tayyorlab oldim. Bir konda pishirgan xamirimiz, sekin olib, ochib, shunaqa qilib yopishib qolibdi. Keyin shunaqa qilib chiroyli qilib bunaqa qildim. Xullas, kesib oldim. Hammasi chotki bo'ldi. Oxirida kuchim yetmadi shekilli, уже ikkita qilishga tushib ketdim. Mana ko'rpaga chiroyli qilib qo'yib oldim. Ustiga paketlarni yopdim. Albatta somsa qilish juda ham oson. U ish emas somsa qilish. Lekin yoningizda ikkita churvaqingiz bo'lsa yoki 3 ta churvaqingiz bo'lsa, вообще qiyin hisoblanadi somsa, to'g'risi. Hali pishmagan somsani men yeyman deb turgandan keyin juda ham qiyin-da. Bu bolaga tushuntirganim bilan baribir tushunmasa, undan qiyini yo'q. Xullas, juvon olib shunaqa yoyishni boshladim. Keyin qiymani soldim. O'ylandim, qanaqa tugishni bilmay, oxiri 3 burchga tikib qo'ya qoldim. Oddiygina qilib. Chunki dumaloq yoki bo'lmasa mana chiroyli gacha qilib tugishni bilmayman. Men qo'limdan kelmaydi. Qo'limdan kelsa ham chiroyli chiqmaydi. Undan ko'ra lutshi 3 burchga tugib qo'ya qolganim yaxshi-da, to'g'risi. Bolalarim turib qolmasdan tez-tez tugishda davom etdim. Keyin buni duxovkaga tiqdim. Bitta pandasi chiqdi. Men unaqa katta zuvala qilmayman. Bitta zuvala qilaman. Shu bitta pandasi ustiga hech narsa surganim yo'q. И также вот такой вот rezultat. Mana baho beringlar somsamga. Chiroyli chiqdimi, yo'qmi? Buni ko'rinishi emas, buni mazasi gapiryaptim. Mazasi juda ham mazali chiqdi lekin.